botib yeyapmiz. Qashshoqning haqqini sotib yeyapmiz. Boylarga bezrayib botib yeyapmiz. Qancha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Ustasi faraymiz shayton hijolat, namozxonlik niqob, iymon tijorat, ko'z qilmoq uchun qilib ibodat, shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Bir mayizni 40 ga bo'lgan shu ilmi, Imom Buxoriyni quvgan shu ilmi, karvon o'tsa itday xurgan shu ilmi, shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Halovat topilmas xumorga qoldi, ixlosi ko'zmonchoq tumorga qoldi, kunimiz onlayn qimorga qoldi. Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Qancha odamlarni ko'nglin qilib ranj, o'lmasdan qabrini qilib qo'ygan ganj, umraga boradi, qilib kelar haj. Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Magar osh yemaydi bo'lmasa ilik, masjidga qatnaydi sutxo'rga sherik, og'zida inshaalloh taqvosi chirik. Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Shaqqillar tasbihin qiladi ko'z, lazzat berarmidi hoji degan so'z, kafaning suribmi, balki bo'lar bo'z. Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? 40 ming yil jannatga kirmas Sulaymon, iting go'sh g'ajida kimdir non, kimga orzu non, shu faqat boylarga yozar dasturxon, u faqat boylarga yozar dasturxon. Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Bandasidan olib qarzu qavola, hammadan berkitar haqqa havola, qiyomatda to'lar qilibon nolar. Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha duo qildik, hijolat qani? Irmoqcha edingiz, soy bo'ldingizmi? To'rtta taqa toqib toy bo'ldingizmi? Boyga yaltoqlanib boy bo'ldingizmi? Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha duo qildik, hijolat qani? Kambag'al qar so'rar, bor debon o'rni, kiygizib borasiz tulkiga tonni, to'ylarda sochasiz dollaru so'mni, maqtanib sochasiz dollaru so'mni. Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Haqni umarganlar umraga ketdi, haqni gapirganlar turmaga ketdi, temir tirnoq so'zim so'ngiga yetdi. Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Ustasi farangmiz shayton hijolat, namozxonlik niqob, iymon tijorat, ko'z qilmoq uchun qilib ihsonlar, ko'z qilmoq uchun qilar ibodat. Shuncha gunoh qildik, hijolat qani? Puli bu. Xalqqa halol pokiza qilib yetkazib borishimiz bizning vazifamiz. Ustimda izlanish, ishlash. Bugun Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida kambag'allikni qisqartirish juda balandparvoz chiroyli gaplar, прекрасный rolik, like. Shariatga binoan qilamiz. Gapingiz to'g'ri, Qospacha. Shu bir narsaga hayronman. Xo'sh, Sizlar nima ish qilsalaring ham qonunga to'g'ri kelaveradi-ya. O'zlaring uchun, o'zlaring bilan o'zlaring gaplashib o'ylanglar. Qaysi hayot xohlayapsizlar? Biz poraxo'rlarni yomon ko'ramiz, to'g'rimi? Lekin o'zimiz uyimizda 3 ta 4 tadan poraxo'rchalar katta qilamiz. Chunki bizni ham poraxo'r qilib katta qilishdi. Ha. Hozir cho'pondan so'ragandim. Nega qo'ylaringiz siz qaramasangiz ham bitta joyda to'planib turibdi desam, cho'pon xovani u itlarni ko'ryapsanmi? Agar qo'ylar to'dasi orasidan bitta qo'y alohida bo'lib ajralib chiqsa, itlarim bularni tinch qo'ymaydi dedi. Shunga nahotki shuncha to'da qo'y bitta itdan qo'rqsa. G'alati ochig'i. Shunga o'ylanib o'tiribman. Lekin bular shunchaki qo'y-ku. To'g'ri, oddiy qo'y. Lekin hammaga. Veysal, bu odamlar nimani kutishyapti? Fuqarolar hokimiyatga ishlar yuzasidan kelishgan. Xo'p, nega kutishyapti? Hokimiyat xodimlari sizni kutib olishga chiqishgan, o'rtoq hokim. Xodimlarning vazifasi fuqarolarga xizmat qilishdir. Bunday to'kilib, sochilib yo'llarda hokimni kutib olish emas. Xo'p, eshiklar nega yopiq? Ichkari fuqarodan to'lmasligi uchun. Siz kimning eshigini kimga yopyapsiz? Davlat xalqiga eshiklarini yopishi mumkin emas. Aks holda xalq dardiga davoni boshqa mamlakatlardan izlashni boshlaydi.
keyin xalqsiz davlat bo'ladimi? Bundan keyin mana bu eshiklar doim ochiq bo'lsin. Unda xavfsizlikni qanday ta'minlaymiz? Sen avval ularning ishonchini oqlab qo'y, ana undan keyin hamma yoq xavfsiz bo'ladi. Do'stimda izlanish, ishlash